o'pkada har nafas olganda bu diafragmani mundoq bosadi-da o'pka. Keyin o'sha nafasingiz to'luvligiga qarab, mana yelkalaringiz joyida turganiga qarab, mana bunaqa bo'lib qolgan. Buni ham ta'sir qiladi. Bundoq bo'lib qolgan bo'lsa, diafragmani yaxshi nasos bera olmaydi. Tushundinglar? Bunda joyida turibdi o'pka. Har nafas olganda mana bu diafragma pastga tepaga tushib chiqadi. Va diafragma tepaga pastga tushib chiqqanda mana bu yerda asosiy limfani bachog'i turgan bo'ladi. Xuddi grushani klizmasiga o'xshagan. Mana hozir ko'rasizlar. Mana. Ko'rasizlarmi mana? Mana. Mana shu narsa turgan bo'ladi. Diafragma har bundoq qilib tushganda mana shu grushani bundoq bosadi. Qancha o'pka sog'lom bo'lib zo'r ishlasa, limfa shunaqa zo'r ishlaydi. Nimaga deganda yaxshi bosim beradi. Bu mana bu grusha yaxshi bosim tufayli bundoq yaxshigina bosiladi. Bitta bosilganida bu yoq hamma limfani qilib ishlashni boshlaydi. Tushundinglar? Agar o'pkada qanaqadir travma bo'lgan, bolaligida o'sha chaqaloqligida dimiqish bo'lgan, o'pkada ozgina travma bor yoki keyinchalik pnevmoniya, bronxitlar bo'ldi-da, o'pkasi zararlanib qoldi yoki sigaretni chekadigan erkaklarda ham o'pkasi juda ham zararlangan ahvolda bo'ladi. Ularni ham o'pkasi yaxshi nafas ola olmayotgan bo'ladi, diafragmani ham nasos bermayotgan bo'ladi, ularni mana bundoq qorni paydo bo'ladi avtomatik.